شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ama ba'du. Hörmətli qarindaşlar, bugünkü dərsimiz Sura Bəqərəninki 33-cü ayəti. Yəni Adəm əleyhissalatu vesselamның yaratılış əhvalı və mələikələrinki bunu bildirən ifadəsi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın mələikələrin ifadəsiga qarata qaytırğan cavabı haqqında ketib atqan. İlgirki dərslərdə Allah subhanahu wa ta'ala mələikələrə cavab qaytırış sübutida Adəmə bütün şeylərinin namlarını, alohidliklərini öyrətdi. Ondan mələikələrdən sordu. Qani sizlər əgər özünlərni Adəmdən yaxşılab qarasanglar yoki yuqorqi bildirgan ifadənglarda özünlər məzhaqlıq deb qarasanglar, bunun cavab verpaqinglar dedi. Mələikələr özününki Allah bildirgəndən başqa ilminin, məlumatının yoxluğunu etiraf qılğandan keyin Allah subhanahu wa ta'ala Adəm əleyhissalamның dərəcəsini mələikələrin aldıda kütəgən şəkildə Adəm əleyhissalamğa mələikələrə qarata şu öyrətgən nərslərinin namlarını dəb berişkə buyurğan məzmunuğa gəldik. Yəni Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaybas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun degan oyatda. Yəni Adəm Allah subhanahu wa ta'ala şuna deydi. Ey Adəm, sən onlara şu nəslərinin isimlərini dəb bə, xəbər bə. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Adəm əleyhissalam mələikələrə şu nəslərinin ismini dəb bəgəndən keyin Allah dedi ki, mən sizlərə demədim mi? Mən asman zimindəki qeybni bilmə və sizlər aşkarlayatqan, yuşuratqan bütün içki sırlarının həmini bilmə dedi. Yəni Allah subhanahu wa ta'ala Abdurrahimahullah, Mufassir rahimahullah ayətin təfsiri haqqında toxtalıb Allah subhanahu wa ta'ala mələikələrin Adəmnin yaratılış və zimindəki vəzifələnişə nisbətən bildirən mülahizəyə cavab qaytarmaqçı oldu. Allah subhanahu wa ta'ala yana ularga məxfi olğan Allah'ın hikmetideki işlerini ularga bildirməkçi oldu. Şolaşqa bular bu hikmetini bular bilmegen Allah subhanahu wa ta'ala'nın hikmetide ularga məxfi bular bilmeydiğen bir nəslər batdı. Bunu mələikələr oxumağan. Allah Adəm əleyhissalamni yaratışdan ilgiri zimində vəzifəlik xəlifə qilishdan ilgiri Adəm əleyhissalam və bunun balvaqlardan, avlaqlardan yüz berdiğan hər işni qiyametə qədər və qiyamət olğandan keyin həmmini Allah bilətdi. O Allah bilidi onu. Amma mələikələr bu haqda bir nəs bilməydi. Yəni məlumatqa ega emas. Çünki bunu biliş bularning xizmati emas. Biz yuqori deganimizdek hər insan yoki hər şey yoki hər məxluq yoki hər canlıq, hər insan özü yaratılğan, özü şunun üçün yaratılğan işqa yolu açılıb qolaylıqlaşıdı. Mələikələrin özgürlük vəzifəsi var. O alohidliklər onlara verilgan. İnsanın dünyada bir vəzifələri var. İnsan bu vəzifələrə qarata alohidliklər verilgan insanga, demək hər bir insan yoki hər bir məxluq özünün kəlgüsü vəzifəsi üçün yaratılğan bolğaçqa, özü yaratılğan şu muddua onunla qolay şekilde birilgen, şunun məlumatı onunla birilgen, şunun yolları onunla açılgan. Şunlaşqa Allah subhanahu wa ta'ala
malaikalarga mushundaq bir shakldagi suratni bermoqchi bo'lgan, mundaq bir holatni ular tasvirlab bermoqchi bo'lgan. Ya'ni nima desa, sizlar odamga ya ziminda ilgari yashagan yana bir turining, masalan ziminda insondan ilgari jin yashagan desak, jinlardan o'tkazgan bir tajribaga qarab hukm qilyapsizlar yoki g'aybga aytib, ya'ni odatda bizlar qarsig'i deymiz ya, qarsig'i gap qilyapsizlar. G'ayban gap qilyapsizlar, ya'ni sizlar uqmay qarsig'i gap qilyapsizlar. Ikkining birisi, bu ikkili xil o'lchiminglar xato. Bu ziminda insondan ilgari yashagan jin ziminda askilik qilgandek askilik qiladigan xalq emas bu. Buning o'zguchi bir alohidlik va insonlar. Yoki sizlar uqmay ma'lumatsiz shaklda da'vatsizlar, bu mu xato. Shunga Allah subhanahu va taolo mushu minutning o'zida, mushu vaqtning o'zida Odam alayhisolamni malaikalardan alohida farqlantirib, alohida o'ringa chiqib, buningga butun shaylarning ismlarini o'rgatdi. Undan keyin malaikalardan bu ismlarni deb qilishni talab qildi, lekin malaikalar dediki, ilm yolg'iz Allohdan. Shunama Allah ularga bu bilimlarni, bu ismlarni o'rgatmaganlik sababidan ular buni bilmaydi deb bu javobni berdi. Yani malaikalar bu yerda o'zininki Allah bildigandan boshqa ma'lumotni bilmaydiganligini e'tirof qildi. Shuning bilan Allah subhanahu va taolo Odam alayhisolamdan bularga mushu shaylarning ismlarini deb berishni talab qildi, deb berdi. Qanaqdir Odam alayhisolam malaikalarga bu narsalarning ismlarini o'zi mustaqil deb bergan emas, yoki o'z qonuniyati bu nuqtadan deb bergan emas, yoki o'zining bilimi, o'zi bilgan bir bilim tufaylidan deb bergan emas. Odam alayhisolamning malaikalarga bu narsalarning ismlarini deb berilishi Alloh subhanahu va taolaning Odam alayhisolamga o'rgatganligi, Allohning o'rgatishi bilan deb berdi buni. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo deydi: "Narfa'u darajatin man nasha va fawqa zi kulli ilmin alim." Biz xohlagan kishining darajasini ko'taramiz. Nima demakchi bu yerda xohlagan kishining darajasini ko'taramiz deb? Bir narsa bilgan odam bilmagan odamdan ortiq bo'ladi tabiiy. Allah darajasini ko'tarmoqchi bo'lganlarga bir narsa bildiradi. O'xshash dunyodagi ayni masala shu. Allah martabasini yuqori qilmoqchi bo'lgan insonlarga ko'p narsalarni bildiradi. Ammo har odamning, har bilimlikning ustida uningdan bakroq bilimliklar bor. Bu nuqtani esimizdan chiqarmaslik kerak. Dunyoda Allah kimga bilim bergan bo'lsa, bu odamni Allah aziz qilibdi, bir daraja yuqori qilib deb tushunsak bo'ladi. Mushu o'rindami malaikalarning insonning yaratilishiga qarata bildirgan shu inkosiga qarata Allah insonni malaikadan yuqori o'rinda ko'rsatish uchun insonga bir narsa bildirdi. Buni amaliy isbotladiki malaikalarga deb qildi, malaikalar o'ziga o'rgatilmaganligini e'tirof qildi. Biz bilmaymiz dedi. Ammo inson uni deb beradi. Ya'ni inson Allohning o'rgatganligi bilan deb Allah insonga malaikalarga o'rgatmagan bir narsani o'rgatdi degan gap insonni malaikadan bir daraja yuqori qildi degan gap. Chunki bir narsa biladigan odam bilmaydigan odamdan bir daraja yuqori bo'ladi. Demak, bu yerdagi Odam alayhisolamning bu ismlarni bilganligi Allohninki irodasi bilan bo'lgan edi. Qanaqdir bu irodaning o'zi dal shu vaqtning o'zida malaikalar bilmaydigan narsani biladigan qilgan narsa shu iroda. Bu mu Allohga oid bir fazilat. Mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo malaikalarning odam degan zaminda askilik qiladi degan gapiga Alloh rad qaytirib bu gapini asatdiki, alam aqul lakum, men sizlarga demaganmidim, men osmon zimindagi g'aybni bilmayman. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo g'aybni biladigan yolg'iz kishi. G'ayb bu yerda nisbiy g'ayb emas, mutlaq g'ayb. Ya'ni mutlaq g'aybni faqat Allohlar biladi. Tabiiyki nisbiy g'aybni biladi. Nisbiy g'ayb degani ba'zilar biladigan, ba'zilar bilmaydigan. Bilmaydiganlarga nisbatan g'ayb degan atalg'i bilan ishlatiladigan so'zlar bo'ladi. Bu mutlaq g'ayb emas. Masalan, mening pul portmolam o'g'irlab ketishi mumkin, o'g'irlanib ketishi mumkin. Men buni kimning o'g'irlaganligini bilmayman. Shu avtobuslarda qisilib yurib o'g'irlanib ketgan. Bu menga nisbatan nisbiy g'ayb, ammo o'g'irlagan kishiga, o'g'irlash yo'llarini qulayliqlashtirib bergan o'g'irning shirkiga, buningga qarovullik qilish orqali o'g'irlab bo'g'ichi masalan hech kim kelib qolmaslik uchun. Bu ularga nisbatan ma'lum masala. Ya'ni bu nisbiy g'ayb deymiz. Bir biliklarga g'ayb, bir biliklar biladigan. Bu haqiqiy g'ayb emas. Masalan, menga nisbatan bir muhim qarordan birisi elinde idorada, meni o'stirimiz yoki xizmatdan haydaymiz yoki bir hukm chiqarildi degandek, menga yetmadi. Men buni bilmayman. Bu menga nisbatan g'ayb, ammo qarorga imzo qo'ygan yoki hukmga imzo qo'ygan buni biladi.
Bu onun nispeten gayb emas. Bunda gayb emas meydik. Allah'ın biladigan gaybi. İnni a'lemu gaybes semavati vel ardki gayb. Bunda nisbi gayb emas. Mutlaq gayb. Yani hiç kim uqmaydigan, insicil uqmaydigan narsa o gayb buludu. Ma biz bayat misal algan gayblarımız nisbi gaybla. Bu haqiqiy gayb hesaplanmaydı. Ama mutlaq gayb degan nima desa, 100 birdigan ishlardan bir xabar beradigan, bunun oldin ala bir muqaddimalar olmagan. Tuyuqsiz keladigan gayb. Atrofingizdagilarga hech qanday bir muqaddimasiz tuyuqsiz keladigan gayb, bu haqiqiy gayb bo'ladi. Manda gaybni faqat Alloh subhanahu va taololar biladi. Ve a'lamu ma tubduna ve ma kuntum taktumun. Men sizlar oshkorlayotgan va yushirayotgan nima bilmadaydi. Amma shayt Alloh subhanahu va taolo mush oyat orqali bizga bir to'xtab o'tish signalini berdi. Yani malaikalar Allah subhanahu wa ta'alaga atej'alu fiha man yufsidu fiha ve yasfiku ad-dima ve nahnu nusabbihu bihamdika ve nuqaddisu lak deb bir gapni oyatning 5-de aldığın ders degan to'q. Mushu gapni malaikalar oshkora eg'izi bilan sirtqa chiqib dedimi yoki ko'nglida yushirib qalbiga akeldimi hamda ko'ngliga? Degan bir savol tushdi. Yani malaikalar bu gapni amaliy oshkor deganmi yoki bu gapni ko'nglida deganmi sirtqa chiqarmaganmi deydigan bir savol tushdi. Alloh subhanahu va taolaninki va ma kuntum taktumun degan so'zi şu işaretni beradi bizga. Yani malaikalar belkim bu gapni yushurun deb oshkorlamagan bo'lishi mumkin. Va oshkora degan bo'lishi mumkin. Ala ayyi hal. Har holda mayli oshkora degan bo'lsin yoki yushurun degan bo'lsin mayli, Alloh uni bilgan. Shunga oyatda va a'lamu ma tubduna va ma kuntum taktumun. Mayli oshkora danglar yushurun danglar. Men buni bilman deyapti Alloh subhanahu va taolo. Chunki Alloh har narsani bilguchi. Biz endi bu noktanınki bir cidel qozg'ishini oshkor deganmi, yushurun deganmi, malaikalar deb ko'ngliga kelib Alloh uni bilganmi yoki oshkor degan bu uning bir cidel munozir qozg'ishini xohlamaymiz. Chunki ikkala holatda mayli oshkor desin, mayli yushurun desin o'xshash. Chunki bu yerdagi maydon Alloh subhanahu va taolaning ilmiga nisbatan barobar. Mayli ular qalbiga kelgan bo'lsin o fikrini yoki til orqali o'tirib qo'ygan bo'lsin, Allohga nisbatan baribir u. Allah onu biludi. Yani bir yerde münazır qilishning hech hojati yo'q, chunki ixtilof yo'q masala. Shuni bilan yani davomlashtirdik. Yani Allah subhanahu va taolo bilan malaikaning o'tirdigan suhbat shuni bilan oxirlashdi. İnsanning yaratilishi, ziminda vazifaga tayinlanishi haqidagi munozira yoki fikr suhbat oyoqlashdi. Oyoqlashgandan keyin 34-oyatda Allah subhanahu va taolo malaikalarga Adem alayhisalomni sajda qilishga buyurdiki: "Va iz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara va kana minal kafirin." Biz malaikalarga Adamga sajda qilinglar dedik, hammasi sajda qildi. Illaki iblisdan boshqa. Iblis takabburlik qilib kafirlardan bo'ldi deyapti. Yani Allah subhanahu va taolo malaikalarga Adem alayhisalomga sajda qilish buyruqini chiqardi. Bu mesele hem de uzun bir munazır qo'zg'agan mesele. Ba'zilar deydi, malaikalar Allohning g'ayriga qanday sajda qildi? Bu qanday gap bu? Allohning g'ayriga sajda qilsa kafir bo'lmamdam degandek bir gaplarni qildi. Sajda degan faqat Allohga yolg'iz bo'lmamdi degandek. Yana ba'zilar deydi, malaikalarning Adem alayhisalomga sajda qilganligi ibodat qilganligimi? Deyishdi. Yani bir bilik adamlar deyishdi, Allohning g'ayriga sajda qilish har qanday sharoit ostida tahta ay zarf min az-zuruf degani har qanday sharoit ostida to'g'ri emas deyishdi. Biz bularning hammaga deymizki, sizlar bu yerdagi malaikalarning Odam alayhissalomga sajda qilish huquqini tushunmabsizlar sizlar. Bu yerdagi sajda qilish huquqini tushungan bo'lsanglar, bu xil savolni so'rmaysizlar. Bu ayrim huquq bu. Ya'ni Allah subhanahu va taolo Adem alayhissalomni malaikalardan ortiq bir darajaga qo'ygandan keyin ismlarni bildirish orqali malaikalardan Adem alayhissalomga sajda qilishni talab qildi. Bu yerda bir nuqtani bilishimiz kerak. Ademga sajda qildi deganlik Ademni ulug'lab, Ademga ibodat qilib sajda qilish emas, Allohga itoat qilish masalasi. Ya'ni sajda qil degan buyruq itoat qilish masalasi. Chunki malaikalarning sajda qilishga buyrug'i Alloh. Sajda qilinadigan kim bo'lsin u muhim masala emas. Agar Adem alayhissalom o'zi Nauzubillah onda ish bo'lmaydi. Malaikalarni "Menga sajda qilinglar" deb sajda qilgan bo'lsa, u boshqa gap.
Ama bu yerda Allah buyurdi secde qilinglar. Agar Allah nimaga secde qilishga buyursa, ishkilanma. Chunki muhim masala Allohning buyruq masalasi. Secde masalasi. Yani bu yerdagi secdega Adem alayhisolamning buyrug'i yo'q. Adem alayhisolam buyurmadi. Adem alayhisolamning buyurish haqqim yo'q. Bu yerdagi secdega kelgan buyruq Allohdan kelgan. Bu buyruqqa itoat qilgan odam Allohga ibodat qilgan bo'ladi. Itoat qilmagan odam osiy bo'ladi. Buyruqni buyurgan zotga qaytirib bergani kofir bo'ladi. Bu bir nuqtaga diqqat qilinglar. İşte buyruqqa itoat qilgani abid bo'ladi. Itoat qilmagani osiy bo'ladi. Buyruqni rad qilgani kofir bo'ladi. Miyadagi masalasi secde masalasi emas, buyruq masalasi. Buyruq nima ish qil deb kelsa, uni qilish masalasi. Ma muhim nuqta. Qalbimizning diqqatimizni tortadigan bu bo'lishi kerak. Endi bu yerdagi ibodat degan bir hukmni biz tushunishimiz uchun, masalan, secde malaikalarning Adem alayhisolamga secde qilishi ibodat qilganlik emasmi degan bir savol tushdi. İbadet degan nima degan bir nuqtaga kelamiz avval. Biz deymizki, ibodat Allohning buyrug'iga itoat qilish deganlik bo'ladi bu. Chekliginidan neri turish deganlik bo'ladi. Masalan, Alloh menga bir ishni qil dedi, qilma. Qilma dedi, qilmayman. Mana bu ibodat. Ibodat bir maxluqning xoliqiga buyruq va cheklamalarida bo'ysunishi deganlik. Unda o'g'anda biz hajga borgan vaqtimizda, masalan, Ka'badagi qor toshni suyimiz. Minodagi shaytonni temsil qiladigan toshni tashatimiz ash toshqa. Bir toshni suyimiz, bir toshga tashatimiz. İkkalasi tosh. Ama bu ibodat. Nimishqa? So'y deganimi Allah, tosh at deganimi Allah. Masala suyulayotgan narsa emas. Tosh etilayotgan narsa emas, balki so'y, tosh at degan buyruq masalasi. Biz buyruqqa itoat qildikmi? Nima ish qilsak abid. Buyruqqa itoat qilmadikmi? Nima ish qilsak asi. Chunki bu yerdagi malaikalarning Adem alayhisolamga secde qilish masalasida Adem alayhisolam muhim emas, secde muhim emas. Allah secde qildimi qilish, qilmadimi qilmaslik muhim. Bu muhim nuqta. Mana bu dal Allohga ibodat qilish hukmi va yo'liga ergashish hukmi. Xuddi biz qanday buyurilgan bo'lsak, shunday qilamiz. Amaliyotda bizning nazarimizda Allohning buyruqi yo'ldan boshqa muqaddas narsa yo'q. Na o malaikalarga nisbatan Adem muqaddas emas. Bizgimi shu? Malaikalar bu yerda Adem uchun secde qilgani yo'q. Lekin Allohning Ademga secde qilish buyruqi qilganligi uchun secde qildi. Malaikalarning secde qilishi Adem yusidan emas, Adem bo'lganlik uchun emas, balki buyruq shunday kelganlik uchun secde qildi. Ya'ni bir narsaga secde qilish bilan Allohning buyruqi uchun secde qilishning o'rtasida bek cho'ng farq bor. Allohning buyruqi yusidan secde qilganlik yo'lga qarshi chiqqanlik emas. Chunki bu yerdagi asos narsa Allohga itoat qilish. Endi kelsak, bu yerdagi masala mu shu xil masala. Qandaqdir malaikalar odamni cho'ng bilganligi uchun, muqaddas bilganligi uchun secde qilgani yo'q. Alloh secde qil deganligi uchun secde qildi. Shunlashqa bu yerdagi diqqatimizni tortadigani secde bo'lmasligi kerak, Adem alayhisolam bo'lmasligi kerak, balki malaikalarning Allohning buyrug'iga itoat qilgan va qilmaganligi bo'lishi kerak. Bu bir masala. Yana bir masala. Malaikalarning hammasi secde qildimi Adem alayhisolamga? Yo'qmi? Desa, bizning beradigan javobimiz yo'q. Adem alayhisolamga faqat şu Adem alayhisolam bilan birga vazifasi va malaikalar secde qiladi. Yani bu vazifani Alloh subhanahu va taolo boshqa oyatlarda bayon qilgan va inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. İnsanning ichki tarafida uning qilgan nomi amalini yozib turadigan kiraman katibin bo'ladi. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. İnsanning har bir ishini xotirlab turadigan farishtalar bo'ladi. Fal mudabbirat amra. İnsanning ishini o'rinlashtiradigan farishtalar bo'ladi. Bu farishtalar secde qilganlik hamda bu yerda. Demak, bu yerda insanның amallarını xatırlab turadigan bir farishtalar var. İnsan deydigan, qiladigan har ish, har so'zni xatırlab turadigan farishtalar var. Yezib turadigan farishtalar var. Yani ularning ichidan shaytonlardan insonni saqlaydigan, qo'riydigan farishtalar bo'ladi. Zimindagi Allohning hukmlarini ijro qiladigan farishtalar bo'ladi. Demak, bularning hammasining inson bilan bir xizmati var. Lekin bu yerdagi secde qilishga kelgan buyruq qanaqdir arshini ko'tarib turadigan osmon qo'g'dug'uchilari va undan boshqa inson bilan xizmati yo'q boshqa farishtalarni o'z ichiga olmaydi. Shunlashqa iblis sajdani rad qilgan vaqtda Alloh mundoq degan unga: "Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya iblis."
Men öz qulum bilan yaratgan bu odamga sajda qilishni nima sajda qilmaysa? Astakbarta sen mutakabbirlik qilib atamsa yoki sen yuqori tabaqadagi farishtalardanmi sen? Demak, yuqori tabaqadagi farishtalar sajda qilmagan. Sajda qilgani shu Odam alayhisalom bilan birga bo'lgan farishtalar. Oyatdagi Alloh subhanahu va taoloning shu oyatdagi kunta minal alin degini, ya'ni sen yuqori tabaqadagi farishtalardanmi sen degini, ya'ni sajda buyruqi o'z ichiga olmagan farishtalar. Demak, bu yerdagi Odam alayhisalomga kelgan sajda buyruqi xuddi bizni namozda qiblaga qarab sajda qilishga kelgan buyruqqa o'xshaydi. Bayatanga gap bilan xulosalaymiz endi. Bu malaikalar qanaqdir odamga ibodat qilish uchun sajda qilmadi, buyruq uchun sajda qildi bayatligimizdek. Bu bir. Xuddi bu masala bizning qiblaga qarab sajda qilganimizga o'xshaydi. Biz qiblaga nima uchun sajda qilamiz? Alloh qiblaga sajda qilishga buyruqanligi uchun sajda qilamiz. Ya'ni sajda qilish buyrug'i o'z ichiga olgan malaikalarningki. Odam alayhisalom qilgan sajdasimi li amrillah, Allohning buyrug'i olganligi uchun. Ammo iblis buni sajda qilishni rad qildi. Allohning buyrug'iga asi bo'ldi. Ba'zi deydi, iblis sajdaga buyurgan farishtalardan emasdi. Chunki buyruq malaikalarning o'z ichiga olgan, iblis farishta emas, jin o. Xuddi Qur'oni Karim bizga hikoya qilib bergandaki, illa iblis kana minal jinn fa fasaqa an amri robbi. İblis sajda qilmadi, u jinning qatoridan Robbining buyrug'idan fasiqlik qilib yo'ldan chiqdi u deb mandalil qilib. Biz deymizki, iblisningki Allohning sajda qilish qilgan buyrug'iga osilik qilgan jindan bo'lganligi dal Allohning sajda qilgan buyrug'iga osilik qildigan narsa shu. Buyruq buni o'ziga olgan. Bu jin o'g'achqa shunga osilik qilgan. Agar iblis farishtadan bo'lgan bo'lsa, farishta degan ibodatga majbur yaratilgan bir maxluq. Çoqqum Allah'ın buyrug'iga itoat qilib sajda qiladi. Lekin jindan o'g'anligi xuddi biz davatimiz necha kunlik darslarimizda insonning dunyoda qilish qilmaslik ixtiyorlik bor-ku ya, dal jinlarningmi itoat qilish, asli qilish ixtiyorlik bor bir maxluq. Bu nuqtadan bo'lganligi an iblisni itoatsizlik qilishga bag'ini shu. Shunga ashu, ya'ni iblisning ixtiyorlik o'g'anligi, jin o'g'anligi, ya'ni uning itoat qilish qilmaslik ixtiyorlik o'g'anligi iblisni sajda buyrug'iga osilik qilish imkoniyati ega qilgani shu. Shunga oyat karimadan iblis jinning qatoridan, ya'ni uni sajda buyrug'i o'ziga olmagan degan kishilarga nisbatan biz deymizki, Alloh subhanahu va taolo bizga iblisning turini xabar qildi. Ya'ni biz bu yerdan ma'siyat bobiga qaysi bobdan kirganligini tushunishimiz uchun. Agar farishta bo'lgan bo'lsa, hargiz osilik qilishi mumkin emas. Chunki farishta itoat ustiga yaratilgan maxluq. İblis nimda osilik qiladi desa, chunki u jin. Uning ixtiyorligi bor. Buni tushunish uchun javob bergan Alloh bizga xabar qilgan uning jin ekanligini. Buni deyishimizning sababi chunki u inson va jinga hayoti dunyoda birilgan ixtiyorlik bobidan kirgan u osilikqa. Mushishdan kirgan. Agar Alloh subhanahu va taolo iblisningki ibodatga, itoatga majbur yaratilgan, bo'ysundirilgan shaklda yaratilgan iroda qilgan bo'lsa, osilik qilish mumkin emas-ku u. Buning osiligi faqat uning muxtor, ixtiyorlik igisop yaratilganligi tarafdan kelgan. Dal ixtiyorlik iblis ma'siyatga kirgan ish. Uning ixtiyorlik vaqtda qilish qilmasligi. Mana bu biz tushunishlik tegishli bir nuqta muhim masala. Ya'ni haqiqat. Shunga Alloh subhanahu va taolo sajda buyrug'i iblisni o'ziga olmagan, chunki u jindin degan odamning hammasiga rad qaytirib nima deydi? Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Men seni buyruq vaqtda nima sajda qilmaysiz deb jinning uzgumi bevosita xitob qilib iz amartuk. Men seni buyruq vaqtida deb seni degan iboratni aytgan. Buna deganlik jing'imi ham buyruq ba. Jing'imi ham buyruq ba. Ya'ni iblisningki kofirlishi, do'zaxda mangu qilishi osilik qilganlik emas, balki buyruqni rad qilganligi. Osilik qilish boshqa gap. Buning tövbesi uludu. Ammo buyruqni rad qilishni tövbesi olmaydi. Dediki, asjudu liman xalaqta tinan, laydin yaratgan odamga men sajda qilaman. Mavalaqa buyruqni keskin rad qilganlik bu. Buning kechirimi olmaydi. Ya'ni endi iblisningki üzdün yuqori bo'lgan, yuqori qalamdagi farishtalar bilan, ya'ni bo'lishi, malaikalar bilan bo'lishi sajdani eng cho'ng aqlug'uchi bo'ladi yana sajdani. Ya'ni madamiki buyruq yuqori qalamga sajda qilishga chiqarilgan ekan, tabiiyki tön qatlamning tatbiqlanadi. İblis yuqori qalam farishtalar bilan birga.
Farishtaga buyruq keldi degan gap, farishta sayda qiladigan yerda undan tuan iblislar billa sayda qilish kerak deganlar bo'ladi. Oyatning o'zim sarohatan bor. Men sizni buyurdim, nima sayda qilmaysizlar. Bu nuqtadan iblis buyruqning ostiga kirdi. U buyruqni rad qildi. Men sayda qilmayman men dedi u. Qilanmadi emas, qilmadi emas, qilmayman Alloh dedi u. Nima sayda qilganman men dedi. Mana bu nuqtadan bu kafir oldu. Dozaqda menga qoldi bu. Endi iblis asarlarda kelganidek farishtalarning toz deb ataladi. Toz intan güzel bir qush ya, mangla bilasizlar. Farishtalarning o'tirida po'chilik bilan da takabburlik qiladi, o'zini bunda ko'z tutib yuradi. Bu xil po'chilikka, takabburlikka buni dal ma'siyatga chugizib qo'ygan narsa shu. Chunki iblis muxtar yaratilgan, ixtiyorlik shaklda yaratilgan mahluq. Bu Allohga ibodat qilishga ixtiyor qo'yilganlik sababidan bo'ji. Buni qilsa, qilmasa o'zining ixtiyori degandek. Buning g'ururi, kufr ma'siyatga so'rab apirishdan ilgirlam dal bu o'zining ixtiyorliklan bo'jitdi bu. Shunlashqa Allohdan Odam alayhisolamga sayda qilishga kelgan buyruq sodir bo'la bo'lmasdilla iblis takabbur qilib unimi deb unga. Sayda qilmayman unga. Mush odamga sayda qilamdim men. Laydan yaratilgan mush mahluqqa. Men degan o'tni yaratilgan tursam deb cho'ngchilik qildi-da bu. O'zini Allohning itoatiga bunda beskim baqmadi bu. Ya qilayan deb baqmadi. Iblisning ma'siyati yuksak darajadagi ma'siyat. Chunki u buyruqni qaytirib rad qildi u. O'yladiki o'zi odamdan yaxshi deb Allohning buyrug'iga itoat qilish uchun tutmadi u. Buning g'ururi buni bir ma'siyatdan yana bir ma'siyatga so'rab mangivadi. Buning Allohning buni o'z rahmatidan qo'g'lishi, Alloh uni o'z rahmatidan qo'g'ladi, rejim qildi uni. Ya'ni rahmatdan qo'g'langan bir mahluq qildi. Iblis o'zining Allohning rahmatidan qo'g'langanligini bilgan vaqtda Alloh subhanahu va taoladan uni qiyomatgacha qoldirishni o'tandi, so'di va iblis Allohning izzati bilan odam bolalarini ozdirdiganligiga qasam qildi va ozdirish keladigan o'rinlarni o'ziga belgilab oldi. Men mana o'rinlarni kelib insonni ozdirman deb dediki, "Summa la'atiyannahum min bayni aydihim va min khalfihim va an aymanihim va an shama'ilihim va la tajidu aksarahum shakirin." Men insonlarga oldidan, keynidan, o'ng so'l taraflaridan kelaman dedi. Müşədə, şeytan insanlara aldıdan, on sol tarafından kelimen aldıdan keyninden degan muşu gepiden biz bir narsa muloyiza qila olamiz. Ya'ni insonga nisbatan taraf olti asli. Oldi keyni on sol asti usti. Oldi keyni on sol asti usti. Lekin iblis faqat 4ni tilga oldi, 4 yerdan kelimaman deb. Oxirgi ikki taraf asti usti qilib qoldi. Iblis bu yerdan yiqilisha olmaydi. Nimishqa asti taraf Allohga sayda qiladigan, itoat qiladigan ya üstü taraf namoz duo o'rlaydigan yer. Mana ikki taraf iblis yiqilishamaydigan o'rin. Biz mana shunga o'xshash yuqoridagidek iblisninki saydidan cheklanmaganligini faqat. Ya'ni bu muhim bir nuqta. Bizga ibrat bo'ladigan bir nuqta. Bir buyruqni, bir farzni, bir vojibni qilmaslik boshqa masala. Iblisning bu yerdagi chatiqi saydi qilmaganliklar emas. Bu yerdagi eng ig'ir masala iblisning buyruqni rad qilganlik. Qilamdim men onda seydine debço. Mana mavu tuncu kupurlik. Ondan keyin özünün azgınlıqda davam qiliverdi. Adamning ballarga Allohning yo'lidan ozdirman deb tahdid soldi bu. Mush şekilde özünün azgınlık xatoliklarida davom qildi. Bugungi 2 oyatdagi dersimiz shuni bilan oxirlashdi. İnşallah oyatning oxirisini 35-oyatni kelasi dars o'qiymiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.